Sutkasiga 3-3,5 ming dollargacha odam qo'yiladigan dachani eshitganmisizlar? Bugun o'sha dachadagi xizmatimizni ko'rib chiqamiz. Dachaga borishimiz bilan 50 kishiga servirovkalarni tayinlab, shashliklarni sixlab qo'ydik. Shashlik bilan qo'shib yeyiladigan salatlarni zagodovkasini qilib, dachani ko'zdan kechirishni boshlavordik. Isitish tizimi bilan jihozlangan bahaybat basseyn, ko'p joyda topilmaydigan bolalar maydonchasi, juda ham katta o'lchamga ega bo'lgan zeleniy zona, hattoki bowlinglari ham bor. Xullas, adashib qolmaslik uchun shunaqa dachani xaritasi ham bor ekan. Mehmonlarning soni ko'pligi uchun shashliklarimizni 3 ta qo'rada pishirdik. Ertasi kuni ertalab choyga tuxum, sosiska, kalbasalarni qovurib berdik. Choy ichib o'tiradigan joyingizdan ko'rinib turadigan tabiatga o'zingizlar baho berishingiz mumkin. Obedga ovqatdan oldin ozgina xrustyashi baqlajon qilib berib, mehmonlarni xursand qildik. Salatdan keyin ili suyela qaynagan asarti sho'rva. Kechqurungi ovqatga 18-20 kilo atrofida dum solib qozon kabob qilib berdik. Ovqatdan keyin kino ko'rib o'tiradiganlar uchun ozgina sladkiy choy. Ertasi kuni obedga dimlamani dimlab suzilgunicha grechskiy salat qilib berdik. Ovqatlarni suz berib ishimizni tugatdik. Xizmatdagi kamkostlarimizni kommentariyaga yozib yuborasizlar.